Assalomu alaykum hurmatli ishqibozlari. O'tgan darslar bilan H1dan H6gacha sarlavha tegillarini o'rgangan edik. Endi bugun sizlar bilan paragraf tegini o'rganamiz. Qaranglar, men o'zim uchun ikkinchi dars deb ochib olgan edim. Bu ikkinchi darsda ichki indeks HTML deb ochganman. Sizlar ham o'zinglar uchun ochib olinglar. Men ochib olgan edim. Endi paragraf tegi nima? Paragraf tegi bu matnlar yozish uchun va yana boshqa narsalar uchun ishlatiladi. Mana sizlarga ko'rsatib beraman. Mana shift 1 deb bosib enterda bossak o'zi programma chiqarib beradi. Bodydan keyin ikkita bodyni o'rtasiga yoziladi faqatgina. Uchinchida yozamiz. Birinchi h1 tegini o'tgan darsda o'tgan edik. Shuni hashtaglarini endi biz buni ichiga nima yozamiz? Sarlavha yozamiz. Sarlavhasini qo'yib olsak mana. X arkadaşlar market hakikaten yazdık. Endi prosta browserimizda OpenVisual sonchaning tugmasini bosib OpenVisual serverda bosamiz. O'zi brauzerga olib o'tadi. Mana bu X marketga chiqdi H1da. Endi mana H1dan keyin enterda bosamiz. Bu yerga p tegini yozsak, bu p tegi qanaqa tegi desa, bu paragraf tegi. P tegini yozib enterda bossak, p'da o'zi chiqadi. Bu yerga nima yozamiz endi desak, bu yerga faqat shu tekst narsalar yozsanglar bo'ladi. Mana men kopyot qo'ygandim. Bosamiz, keyin alt z deb bossak, tekst qilib o'zi chiqarib beradi. Mana ketma-ket qilib ekranga sxemani qilib beradi. Endi buni shunday brauzerga olib o'tsak, mana Voltix kelajak texnologiyalari va qulayliklarga yaqin. Siz sifatli hamyonbop mahsulotlarni qidiryapsizmi? Voltix internet do'koni bilan xaridni yanada oson va qulay. Buning uchun bizni tanlaysiz. Keng assortiment va kafolatlangan sifat. O'zbekiston bo'ylab tezkor yetkazib berish. Qulay usullarda to'lov muddatli to'lov ham imkoniyatlari bor. Programma bor. Uni endi internetga qo'yamiz. Shuning uchun hali beri bitmagan. Endi bitirib qo'yamiz. Endi shu bilan paragraf tegi tugadi. Ikkinchi darsimiz tugadi. Endi keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolamiz.